Eslaganda ko'zda yoshlarim, 11 yillik partadoshlarim, yaxshimisiz, sog' omonmisiz? Ey o'zimni sinfdoshlarim, har qayoqda bo'ldik hayotda, kimlardir Rossiyada, kimlardir Turkiyada, yana kimlardir paytlarda. Har qayoqda bo'ldik hayotda, u damlar hamisha yodda. Sodda edik, juda ham sodda. Ey o'zimni sinfdoshlarim, qog'ozlarga yozilgan xatlar, eslaringda bo'lsa bir-birlarimizga xat yozib, hali javobi kelmasdan dabafga yana jo'nataverardik, tezroq javobini jo'natsin deb. Kimlardir daftar tutib olgan edi. Men 5 soat o'qiyman desa, men 6 soat o'qiyman deydi. Ha bo'lmasa seni matchstolda kutib turaman degan. Shunaqa daftarlar ham bo'lar edi, to'g'rimi? Qog'ozlarga yozilgan xatlar, telbalarcha ilk muhabbatlar, o'sha paytlar, o'sha suhbatlar qaytsa edi sinfdoshlarim. O'sha go'zal maktab yoshida o'sma bo'lar edi qoshida, kutar edim ko'cha boshida, bag'i kutish joyi ayrilman, astanovka Otabek amakasi bo'lardi, hozir bormi amakasi bilmayman. Ayniqsa mana u birlashganliklarni tochkasi zo'r edi, haykalni deydi. To'g'rimi? Kutar edim ko'cha boshida, bilar edi sinfdoshlarim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ilohim. 50 yillik maktab bitirganimizga 50 yillik bo'lgani ham shunaqa qilib qatorimizdan kam bo'lmasdan chiroyli kayfiyatlarda kutib olishlik hammamizga nasib qilsin. O'tgan sinfdoshlarimizni Shirmonoy, Mottarxon, Hurriyatxon joylari jannatdan bo'lsin, oilalariga sabr bersin. Qolganlarimiz salomat bo'linglar. Ustozlar, vaqtlaringni ayamasdan kelganlar uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar. Bugungi chiroyli tilinglar, chiroyli kayfiyatlar, chiroyli dasturxonlar sizlar uchun. Biz ketgan asablarimizga, ketgan vaqtimizga achinmaymiz, Akmal. Shunaqa qilib yig'ib oldik. Xudoga ming qatla shukr. Rosa ham xursand bo'lyapmiz. Rahmat.